Assalomu alaykum hurmatli Bo'ston Makler kanali obunachilari. Bugungi obzorımizda 3 xonalı tayyor mebel texnikasi to'shamlari bilan dom bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, toza domlarda bo'ladi. Hadezdan kirishimiz bilan mana shunday diapason hol joylashgan. Birinchi xona bilan tanishtirib o'taman. Birinchi xonamiz bolalar uchun yotoqxona bo'ladi. Remontlari yaxshi, abnotomli, hamma to'shamlari qoladi. Tarafimiz sanuzel bo'ladi. Sanuzelimiz ham tayyor, 100% kabel qilingan. Evet, acayip. Tarafımızda ota-onalar uchun yotoqxona bo'ladi. To'g'ri, keng, katta. 3-xonamiz bu mehmonxona bo'ladi. To'shamlari, pardalari asfalt ketmagan, yaxshi remont qilingan, yaxshi to'shalgan, hamma narsasi qoladi. Zo'r narxda bo'ladi. Eshiklar ham yaxshi sifatli ishlar qo'yilgan. Qo'li uchun rakamalar bilan jihozlangan. Hammasi ajoyib. Bu yerimiz oshxona bo'ladi. Oshxona mebellari, posuda moykasi, gaz filtrasi hamma narsasi qoladi do'stlar. Undan tashqari yaxshisidan Royal brendidan Ariston ham o'rnatilgan, kommunikator bilan jihozlangan. Suvimizda hech qanday muammo yo'q. Gaz, svet, suv, Wi-Fi hamma narsasi bor. Do'stlar, joyimizning narxini kelsak, narxini egalari 130 million so'm deb aytib turibdilar. Endi ustida ozroq savdosi bor, kelib o'zlaridan kelishsanglar bo'ladi. Ay izini qalan kreditini davom ettirib ketsanglar bo'ladi. Izinda 215 million so'm kredit qolgan. Hozir bularning chiqqan rasxoti 130 million so'm ekan. Shu 130 million so'm pulni bersanglar, izini to'lab ketsanglar bo'ladi. Ya hammasini yopib tashlayman desanglar ham farqi yo'q. Izinda kreditlarni yopib, siraz atlaringizni oformlay qilib olsanglar bo'ladi. Lekin puli kam odamlar uchun yaxshi variant, sababi oyma 3 million so'mdan to'lab borsanglar bo'ladi. Bular subsidiya asosida olgan ekanlar, shuning uchun ozroq grafiki ozroq chiqadi. Agar subsidiyasi olganlarga 4 milliondan ziyod. Shuning uchun xohlanib qolsanglar bo'ladi. Bemalol kelib ko'rishlaringiz mumkin. 1-pod'ezd, 5-etaj. Mebel texnika hamma narsasi qoladi, hech narsa olib ketilmaydi. Faqat ko'rpa-to'shaklar olib ketiladi. Dastlab nomerlar telefon etsangiz, o'zingiz ko'rsatamiz. Manzilimiz Ellikqal'a tumani Bo'ston shahri bo'ladi. Qirg'izotga ketaverishdan shu toza domlarda bu tarafimiz mana Zentro magazini ko'rinib turibdi. Shu yerdan kirib kelganimizda, magazinga kirib kelganimizda mana shu 1-pod'ezd bo'ladi. 5-etaj. Dastlab nomerlar telefon etsanglar, o'zingiz ko'rsatamiz. Hammaga rahmat.